105-mashq. Gap tuzish. Qani, kim gap tuza oladi? Tur. Biz do'stlarimiz bilan kutubxonaga bordik. To'g'ri. Zafar, nima bo'ldi? Bugun tug'ilgan kunim edi. Shunga ham yig'laydimi? Yo'q, unga emas. Tug'ilgan kunim uchun uydagilar pul berishgandi. O'sha pul yo'q. Boya tanaffusga chiqqanimda kimdir olibdi. Qancha puling bor edi? 10 so'm. Ancha katta pul-ku. Ota-ona bolasiga katta miqdorda pul berishi bu yaxshi emas. Demak, sinfda o'g'ri o'quvchi paydo bo'libdi. Hech kim sinfdan chiqib ketmaydi. Men o'zim sumkalaringni bittama-bitta tekshirib chiqaman. Qani? Farangiz, ko'rsatchi sumkangni. Navbat menga yetib kelganda nima qilaman? Sumkamni ochib ko'rsa sharmanda bo'laman-ku. Mutabar, sumkangni ochib ko'rsatchi. Yo'q, ochmayman. Mutabar, ber sumkangni. Yo'q, Ber dedim senga. yo'q. Aytganimni qil. O'g'ri. Qani Mo'tabar, sumkangni ber menga. Men noilojlikdan men sumkamni sinfdoshlarim oldida ochib ko'rsatishni xohlamadim.